Kim do'zaxni o'ylab kechasi bilan yotib qo'rqib chachoq qarib ketdi. O'sha sir paytda otu hukmga bo'lgan odamni bir kunda chachiq qoshi kiprigigacha oqarib ketgan odamni qamoqdan chiqqan odam aytib beradi. Bir kunda odam chachoq oqarib ketargan men ko'rganman shuni deydi. Keldi deydi. Tuppa-tuzi chochi qora, tuppa-tuzi odam deydi. Otuga hukm bo'lgan deydi. Hukm bajariladi degan kun polni tuki oqarib ketdi deyapti. Ko'ryapsizmi? Bugun oxiratda o'ylab Alloh taologa borganda nima deyman deb g'am yeb, kim insult bo'ldi? Kim davleniya bo'ldi? Kim infarkt bo'ldi? Kim sahr bo'ldi? Odatda qattiq qo'rquv sahr qiladi deydi. Qattiq qo'rquv infarkt qilib qo'yadi deydi. Yuragi tushib qoladi deydi. Qattiq qo'rquv odamni oqartirib yuboradi deydi. Qo'ying mayli sochimiz oqarmasin. Mayli ilohim sahr bo'lmaylik. İçimizde sahrlar bo'lsa Alloh shifo bersin.